hurmatli obunachilar, mana endi qo'ylar semirishga ana shu 3 ta sharoitdan tashqari tinchlik, toza suv, to'g'ri ratsion, endi to'g'ri ratsion bo'yicha ham gaplashamiz. 3 ta narsani eng muhim narsalardan 3 tasi bor. Birinchisi energiya. Energiya bu vazn qo'shishning asosi. Vazn qo'shilishining asosi energiya. Makka, arpa, bug'doy kabi donlar energiya beradi. Energiya kam bo'lsa, qo'y semirmaydi. Demak, makka, arpa, bug'doy kam bo'lib beriladigan bo'lsa, qo'y semirmaydi. Ikkinchisi protein, bu oqsil, bu go'sht va mushak qurilishi uchun ishlaydi. Pista kunjara, soya, beda, yer yong'oq poyasi oqsil manbai hisoblanadi. Men sizlarga bir narsani aytib qo'yay. Juda muhim narsa. Uni keyingi postimda aytarman, bo'pti. Mana shunaqa protein yetishmasa faqat qorin to'ladi. To'yadi emas, to'ladi. To'yadi bilan to'ladini farqini bilasizlar. Endi biz agar beda presni o'rniga, yer yong'oq poyani o'rniga biz somon pres beradigan bo'lsak, bu biz o'zimizni aldayotgan bo'lamiz. Nega? Somon presni proteini ham, energiyasi ham juda past, bedanikiga nisbatan 5 baravar past. Qorinni to'ldirib qo'yamiz xolos. Shuning uchun iloji boricha beda pres yo yer yong'oq poya berishimiz yaxshi. Endi uchinchisi to'g'ri parvarish. To'g'ri parvarish, toza suv, quruq joy, stress bo'lmasligi kerak. Rejim bilan yem berish va parazitlarga qilingan nimalar, qarshi qilingan ukollar, muolajalar. Mana shularni qisqacha formulasi. Qarang, mana shularni. Energiya semirishida semirishining qisqacha qo'y semirishining qisqacha formulasi. Energiya plus protein plus yaxshi parvarish barobar tez semirish. Ana shunaqa nimalarimiz bor. Sog' bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos.